Oke, keling bitta yaxshi narsa ko'rsataman. Hozirgi yoz kunida to'g'ri kelayotgan narsa, kerakli bo'ladigan narsa, mana xolodilniklarimiz bor. Ichiga mana yog' solib qo'yasiz. Любой joyga olib yursangiz bo'ladi. Keling mana buni ko'rsataman. Yog'ni sovug'ini qo'yib olmaydi. Yog' solib yurish kerak. Bunga bu termos. Piknikka borsangiz yoki u topoqga chiqib ketsangiz, mashinani o'ziga ham qo'yib qo'ysangiz, muzdek saqlab yuradi bagajiga. Juda qulay narsa. İçiga yog' soldingiz, okey, mana bunaqa suvlar ham qo'yib qo'yasiz. 3 ta 4 ta. Supu, go'sht. Chiqib qoladigan mahsulotlar mana shunga solib olib borib olsa bo'ladi. U yoqda yeb maza qilib iste'mol qilsa bo'ladi. Kundalik hayotda o'sha aytayotganingizdek moshinaga solib qo'yib muzlar bilan kun davomida ichib yursa bo'ladigan narsa ekan-da. Narxi qancha ekan buni, aka? Biznes taksilarga zo'r, aka. Ba'zi olib qo'yishadi. To'g'ri. Bitta klient almashganda ikkita. Narxi 350 ming so'm, aka. Narxi ham qimmat emas ekan. Yo'q, yaxshi narxi, juda yaxshi mahsulot. Go'shtlarni ovozingiz ham bo'ladi. Mangalga ketayotganingizda go'shtlarni sovoqingiz, shashliklarni. Uzoq joyga ketayotgan badak-madaklarga borishyapti-yu hozir. Shunaqa. Mana, aka, mana shunaqa mahsulot.